Bu suhbatning oxirgi bosqichini boshlaymiz. Muftiy Shamil Nadviy va Javed Axtar o'rtasidagi bahs. Qo'llaringizni ko'taring, men bu yerdan qaror qilaman. Ha, bizda mikrofon bor. Ular ikkita. Biri bu tomonda, ikkinchisi bu tomonda. Yaxshi. Birinchi bo'lib hamkasbimiz Mariya Shekel savol bering. To'xtang, faqat biroz kutib turing, kamera siz tomonga qarab olishi kerak. Janob Nadviy, sizning televideniyada tajribangiz bor. Agar siz aytgan favqulodda holat haqida gapirsak, nima uchun butun dunyo musulmonlari G'azo bolalarini qutqara olmayapti? Chunki Xudo xohlasa hamma narsani boshqara oladi. Barcha narsa ustidan hukmronlik qiladi. Nega G'azo bolalarini qutqara olmayapti? Iltimos, savolimga javob bersangiz. Katta rahmat. Sizga ham rahmat. Juda yaxshi savol berdingiz. Bu masalani ko'targani uchun men buni yaxshiroq tushuntirishga harakat qilaman. G'azo bolalari haqiqatdan o'ldirilmoqda. Ikki xil dunyoqarash mavjud. Birinchisi ateistik dunyoqarash, ikkinchisi teistik dunyoqarash. Ikkala dunyoqarashda ham bolalar o'lmoqda. Lekin bizni dunyoqarash aytadiki, mukofot bor. Bular ularning o'limlarini bekorga ketyapti deyishyapti. Chunki ularda oxirat yoki Xudo va Allohning tasviri yo'q. Siz nega Xudo rahmdil bo'lsa to'xtatmaydi deb so'radingiz. Men tushuntirdimki, bu odamlar o'rtasidagi noto'g'ri tushuncha. Xudoni faqatgina rahmdil va qudratli deb o'ylashadi. Xudoda faqat shu ikki xususiyat emas, unda ko'plab sifatlar mavjud. Ulardan biri al-Hakim, hikmatli va barcha narsani bilib turguvchi sifatlari mavjud. Shuning uchun agar kimdir bu dunyoda azob chekayotgan bo'lsa va Xudo uni to'xtatmasa, buning sababi insonlarga erkin iroda berilgani. Eshiting, xuddi shu tarzda shifokor kichik bolaga ukol qilsa, bola azob chekadi. Bolani cheklangan nuqtai nazarida bu narsa noto'g'ri va shifokor yomon. Kengroq manzaraga qarasak, bizda faqat bitta piksel bor. Biz G'azoda qotillik sodir bo'layotganini ko'ramiz. Lekin buning ortida ularga qancha mukofot berilishi, rasmning asli esa Xudoda. Buni Xudo biladi. Shuning uchun siz butun asl rasmni piksellar bilan hech qachon anglay olmaysiz. Unga nimadir qo'shmoqchi bo'lsangiz, gapirishingiz mumkin. Bunga juda yaxshi asos keltirdingiz. Buni Isroil vaziriga jo'natsangiz, u juda xursand bo'ladi. Agar Xudo bo'lmasa, nega bolalar o'lyapti degan savolga asos keltiring. Ha, ular so'rashyapti. Agar siz Xudoning mavjudligiga ishonmasangiz, o'sha bolalarning o'limini qanday tushuntirasiz? Bu dunyoda kuchli odamlar adolatsizlik qilsa, bu yaxshi ish hisoblanadimi? Nima, sizningcha tabiat adolatsizlikka asoslanganmi? Janob, men tabiat haqida emas, odamlar haqida gapiryapman. Men odamlar haqida gapirganimda tabiat haqida gapirishni boshladingiz. Agar menga gapirish imkonini bermasangiz, bu boshqa gap. Bu juda qiyin. Unga ayting, bu bolalar kompensatsiya oladi yoki buning inyeksiyasi bor. Inyeksiya sog'liq uchun beriladi. Siz aytyapsizki, bu bolalar azob chekmoqda. Bu inyeksiya, bu vitamin testi va o'sha testda ular siznikidek mukofot olishadi. Tasavvurdan tashqari. Siz 3 yoshli bolani portlatib test qilyapsiz. Xudo emas, Isroil ularni portlatmoqda. Mayli, keyingi savolga o'tamiz.